Bugun Mirzaobod tumani Navro'z mahallasining Mustaqillik ko'chasida joylashgan Yoshlar xiyobonida Sirdaryo viloyati hokimi Erkinjon Turdimov rahbarligida navbatdagi sayyor qabul bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat rahbari bilan bir qatorda viloyat prokurori, ichki ishlar va soliq boshqarmalari rahbarlari hamda tuman hokimi ishtirok etib, fuqarolarning murojaatlarini tingladi va muammolariga joyida yechim izlashga harakat qildi. Sayyor qabulda jami 169 nafar fuqaro o'z murojaati bilan qatnashdi. Ulardan eng ko'pi Mirzaobod tumanidan 89 ta murojaat bo'lib, qolgani Guliston shahridan 18 ta, Oqoltindan 13 ta, Boyovut va Sayxunobod tumanlaridan 8 tadan, Shirin shahridan 7 ta va boshqa hududlardan yo'llandi. Choyxonani shunday qurgan, uyimni tubidan qurgan, na quyosh tushadi. Ikkinchi guruh nogironman. Ish izlayapman, bandlik arasiga bordim. Mana uyim bo'lsa, mana bu yerga sement zavodi qurib olgan. 1 yildan beri azob tortamiz. Piyodalar yo'lakchasi qilish kerakda. Maktabga bolalar qatnaydi, katta ko'cha bilan. Ichimlik suvi tashib ichamiz-da. Domda turaman. 3-qavatda 4 etar domda. Shu qo'shnim zinapadan chiqishda yorug' tushadigan oynani yopib, balkondan eshik ochib olgan o'ziga. Maktabni buzib, maktabni o'rniga maktab qurmasdan maktabni stadionga qurishdi. Maktabni qurishdida stadion yo'q bo'lib qoldi. Yosh bolachalarimiz mana vatanimizning kelajaklari ko'cha-ko'ylarda futbol o'ynayverdi, toshloq joylarda. Murojaatlarda asosiy e'tibor mahallalarda tozalikni ta'minlash va chiqindilarni chiqarish, yo'l infratuzilmasini yaxshilash, kredit olishdagi muammolar, uy-joy va kadastr bilan bog'liq masalalar hamda pensiya va nafaqa tayinlash, ijtimoiy himoya masalalariga qaratildi. Qabul jarayoni ochiq va samimiy tarzda o'tdi. Har bir murojaat diqqat bilan eshitildi. Muammolar bo'yicha mas'ul tashkilot rahbarlariga aniq topshiriqlar berildi. Eng muhimi, odamlar o'z muammolarini bevosita hokim va mas'ul rahbarlarga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mirzaobodda o'tgan ushbu sayyor qabul aholi uchun nafaqat muammolarni bildirish, balki ularga yechim topishda amaliy qadam qo'yish imkoniyatini yaratdi. Qabul haqiqiy ma'noda xalqchil ruhda tashkil etildi.